Nega chaqalog'ingizga uyqusidan avval kasha, ya'ni sun'iy aralashma yoki smes bersangiz, u tiniqib uxlaydi-yu, o'zingiz emizganingizda tez-tez uyg'onadi? Sababi juda ham oddiy. Ona sutini tarkibidagi fermentlar hisobiga o'zini o'zi hazm qiladi. Shuning uchun bola tez ochqaydi, qisqa vaqt o'tib uyg'onib oladi. Sun'iy aralashma tarkibida esa maxsus fermentlar yo'q. Bola o'z fermentlari orqali hazm qilish uchun ko'proq vaqt sarflaydi va shu hisobiga uzoqroq uxlaydi. Bola uzoq uxlaganida sizning laktatsiyangiz stimulyatsiyasiz qoladi. Bola qancha emsa shuncha sut hosil bo'ladi, ya'ni sutingiz kamayishni boshlaydi. Bir mahallik berayotgan kashangizni keyinchalik kunduzi ham bera boshlaysiz. Bolangiz sutdan chiqib kashaga o'tib ketadi. Bundan tashqari, aynan ona sutini hosil bo'lishini ta'minlovchi prolaktin gormoni tungi emizishlar hisobiga faol ishlab chiqarilishini ham unutmang, aziz onajonlar. Albatta, tanlov o'z qo'lingizda. Ya'ni bolangizni sun'iy ozuqa bilan yoki tabiiy sut bilan boqish. O'ylaymanki, shu ma'lumotlar siz uchun manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.